Bozordagi narx-navolar qanaqa? Qimmatmi, arzonmi? Baland. Baland, конечно, baland. O'zing ham bilasan balandligini. Hamma ham ham biladi balandligini. Faqat hech kimga hech narsa demaydi. Baland, tamom. Nima bo'lardi? Go'shtlar narxi oshib ketgan. Hamma narsa borgan sari oshib boryapti. Hech arzonchilik bo'lmayapti. Aholini puli topgan puli yetmayapti u narsaga. 1 kilo go'shingiz o'zi palon pul. Oldin juda ham yaxshi edi-da. Go'sht olsangiz normalniy edi. Hozir juda ham-da, ot kallasi bo'lib ketgan. Nimani o'ylashyapti bilmadi u. Narx-navolar ko'tarilyapti, rahbarlar qarashmayapti. Juda ham narx-navo yuqorida. Hech nima oshgandan oshyapti, hammasi mustaqil oshyapti. Cham yetmaydi. Hozir mana go'sht olishim kerak. Lag'monga bozor qildim. O'zi 200 dan oshiq pulim ketdi-da. Hozir mana arzonlashtirilgan go'shtda bu yerda yarmarka ekan. Kilosini 80 ming deyishyapti. Suyagi bilan ekan. Menga laxm kerak. O'shanga hozir laxm go'sht sal barakali. Suyaliga nisbatan. Qimmat, конечно. Ko'tarilgan. Go'shtlar qimmat, ko'p narsa. Men hozir go'sht olishga keldim. Go'shtlar 150 shunaqa mesniylari. Bir hafta oldingi narxlar yo'q, hozir o'zi. Bala. Hozir mana go'sht ham 140 dan oldik-da. Unaqa emas edi o'tgan yili. Bir hafta oldin, 10 kun oldin unaqa emas edi narxlar. Qimmat. Narx-navolar, go'shtlar, kartoshka piyoz hammasi qimmat. Bizga o'xshagan pensionerlar o'xsha olmayapmiz. 1 million pesa olaman. Yetmaydi. Hozir men yo'lan 20 mingdan olaman. Hech qanaqa bir bizga hech qanaqa anaqa yo'q, yordam yo'q. Nima uchun anaqa? Elga xizmat hammasi balon narxlarda. Kartoshkalar 7 ming, 8 mingdan olamiz. Bozorda bayram oldi, qimillab qo'ygan, ko'tarilib ketgan narx-navo. Jami sezilarli emas, lekin baribir ozgina ko'tarilgan. 5 ming, 10 minglarga hamma narsa ko'tarilgan. Tovuqlar qimmat bo'lib ketgan hozir. Pomidori, bodringlar qimmat rosa. Narx-navolar zo'r. O'ziga qarab yaxshi narsa qimmatroq, yomon bo'lsa arzonroq.